Bugun dunyoning notinch hududlaridan panoh topgan terroristik tashkilotlar ijtimoiy tarmoqlar orqali nafaqat o'z g'oyalarini tarqatib, tarafdorlarini ko'paytirishga urinishmoqda, balki odamlarni turli yolg'on va'dalar hamda soxta xayriya chaqiriqlari bilan aldab, jinoiy faoliyatlarini moliyalashtirish uchun mablag' ham yig'ishmoqda. Afsuski, bunday aldovlar ta'sirida terrorchilarning tegirmoniga suv quyayotganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. 1995-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan shaxs 2017-yilda kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirib, Janubiy Koreya Respublikasi universiteti talabasi bo'ladi. Biroq xorijda tahsil olish davomida u ijtimoiy tarmoqlar orqali jihod, hijrat va shahidlikni targ'ib qiluvchi shaxslarning audio-video ma'ruzalari bilan tanishib boradi. Natijada Suriyadagi qurolli to'qnashuvlar aks etgan kontentlar ta'sirida uning ongi aqidaparastlik g'oyalari bilan zaharlanadi. Shu tariqa u Instagram va Telegram tarmoqlari orqali Suriya hududida faoliyat yuritgan Tavhid va jihod katibasi hamda G'uroba katibasi kabi terroristik tashkilotlarga aloqador kimsalar bilan muloqotga kirishib, ularga taalluqli materiallarni tarqata boshlaydi. 2020-yil Instagram profilimni ochganman. O'zimcha ibratli deb bilgan videolarni ham qo'yishni boshlaganman. Va mana shu o'zboshimchaligim natijasida diniy mazmundagi videolar orasiga taqiqlangan videolar ham joylashtirganman. Universitetdagi o'qishini tamomlab, Janubiy Koreyada qolgan mazkur shaxs G'uroba katibasi terroristik tashkiloti media blogeri Saad Muxtorning internet orqali amalga oshirgan aldovlariga ishonib, unga pul yuboradi. 2023-yil videolar ta'sirida Telegramda Murg'ay qalblar guruhiga kirib qolganman. Imkoni borlar mana shu hisob raqamga qo'ldan kelgancha pul o'tkazing degan mazmundagi video bor edi. O'zboshimchalik bilan ish haqimni shu yuborib olganman. Natijada ushbu mablag'lar terroristik tashkilot faoliyatini moliyalashtirishga xizmat qiladi. G'uroba jamoatiga yangi birodarlarimiz hijrat qilib kelishdi. Va albatta ular ribot maydonlariga, jang maydonlariga chiqishadi. Va albatta ribot maydonlari qurolsiz, qurol yaloqsiz bo'lmaydi. Hozir mana bu qurollarni ko'rib turganingizdek, ushbu qurollarni sotib oldik. Bu qurollarni ehsonkor birodarlarimizni, tashqaridagi birodarlarimizni ehsonlari evaziga sotib oldik. 2023-yilning dekabr oyida mazkur shaxs O'zbekistonga qaytib keladi. 2024-yilning iyul oyida esa Suriyadagi jangarilar safiga qo'shilish maqsadida Turkiyaga boradi, ammo rejasi amalga oshmay ortga qaytadi. Men hozirgi holatimda 3 ta o'zbek tili bilan 4 ta tilni bila turib, oliy ma'lumotli bo'la turib meni aldab qo'yishdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur shaxs qo'lga olinib, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Sud hukmi bilan esa u Jinoyat kodeksining 244 prim 1, 244 prim 2, 155 prim 2 va 155 prim 3 moddalari bilan aybli deb topildi va 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Ota-onamga va xalqimga xizmat qiladigan vaqtimda qilib qo'ygan xatolarim tufayli qamoqxonada o'z jazo muddatini o'tab kelmoqdaman. Oqibati yomon bo'lganligini mana o'zimni hayotimning misolini bilan bu narsani tushunib yetdim. Men qilgan hamma ishlarimdan pushaymondaman. Mana shu qilgan jinoyatimdan pushaymondaman. Bir nechta chet tillarini mukammal bilgan va nufuzli xorijiy oliygohni tamomlagan bu fuqaroning achchiq qismati boshqalarga saboq bo'lishi lozim. Zero qonun oldida hamma birdek javobgardir.